Bismillahirrohmanirrohim. 10-fasl. Al-fasl al-ashir. At-taqwa va shurutu ahliha. Taqwa va uning ahlining shartlari. Ya bunayya, wa mata sahhati at-taqwa ra'ayta kulla khayr. Ey bolaginam, qachonki taqvo to'g'ri bo'lsa, durust bo'lsa, har bir yaxshilikni ko'rasan. Wal muttaqi la yura'i al-khalqa. La yura'il khalqa. Taqvodor kishi xalq, ya'ni odamlarga, maxluqotlarga yura'i degani ra'a degan fe'ldan olingan. Uning muzorisi tilyog'lamachilik qilmaydi degani. Demak, muttaqi xalq, ya'ni insonlarga tilyog'lamachilik, ular uchun, ya'ni ularning oldida ko'zbo'yamachilik uchun amal qilmaydi. Va la yata'arrada lima yu'zi dinahu. Va diniga aziyat beradigan ishlarga qo'shilmaydi, aralashmaydi. Va man hafiza hududallohi hafizahulloh. Kim endi Alloh taoloning hadlarini, u zot belgilab qo'ygan chegaralarni saqlasa, Alloh taolo ham uni saqlaydi. Bu haqida qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Bu haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga ihfazillaha yahfazka. Alloh lafzida kasra bo'lib qopti. Fatha bo'ladi, maf'ul bihi. Alloh taoloni saqlagin, u zot seni saqlaydi. Ihfazillaha tajidhu amamak. Alloh taoloni saqlagin, u zotni oldingda topasan, qarshingda topasan. Xo'p, bu yerda Alloh taoloni saqlagin degandan murod Alloh taoloning buyruqlarini saqlagan, Alloh taoloning haqlariga rioya qilgan, Alloh taolo belgilab bergan ishlarning rioyasini qilgan degan ma'noda. Demak, Alloh taoloning rioyasini qilsang, u zotning haqlarini saqlasang, Alloh taolo ham seni saqlaydi debdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bu yerda taqvo degan so'zimizga isnosga berishgan ekan. Izoh: li'anna taqwa hiya al-amalu bi ta'atillah. Chunki taqvo Alloh taoloning toatiga amal qilishlikdir degan ta'rif berishgan ekan. Bu haqida Imom Bayhaqiy Zuhd kitobida Osim al-Ahval rahmatullohi alayhidan rivoyat qilgan ekanlarki, u kishi aytibdilarki, waqa'atil fitna faqala, fitna yuzaga keldi desalar, Taloq ibn Habib rahmatullohi alayhi aytibdilarki, ittaqul fitnata bit taqwa. Fitnadan taqvo orqali saqlangin debdilar. Shunda Bakr ibn Abdulloh rahmatullohi alayhi ajmil lana taqwa fi yasirin. Bizga taqvoni bir yasir, ya'ni qisqa qilib, oson qilib, sodda qilib tushuntirib bersangizchi, ajmil, ya'ni bizga sodda qilib jamlab bersangiz, tushuntirib bersangiz desalar, u kishi aytibdilarki, at-taqwa al-amalu bi ta'atillahi ala nurin minallohi raja'a rahmatillah. Taqvo bu Alloh taoloning nuriga, ala nuri minalloh, Alloh taoloning nuriga ergashgan holatda, Alloh taoloning nuriga ergashib, o'sha nurni ushlagan holatda, ya'ni Alloh taoloning nuriga ergashgan holatda Allohning rahmatidan umid qilib, Alloh taoloning itoatiga, toatiga amal qilishdir. Va taqwa tarku ma'asillah ala nuri minallohi makhofata azabillah. Taqvo Alloh taoloning nuriga ergashgan holatda u zotning azobidan qo'rqib, Alloh taolo aytgan gunohlarni tark qilishlikdir. Ma'asillah shu Alloh taolo gunoh deb hisoblagan ishlarni tark qilishlikdir debdi. Va yana pasida at-taqwa manalu ahli al-haqqi. Demak, taqvo bu ahli haqning erishadigan narsasidir. Alloh taoloning ahllari erishadigan narsadir debdilar. Bu haqida Abul Qosim Nasr Obodiy rahmatullohi alayh shunday debdilarki, at-taqwa manalul haqqi qala Alloh taala. Demak, taqvo Alloh taoloning ahli, ya'ni manalul haqq, haqqa erishishdir. Taqvo bu haqqa erishishdir, ya'ni Alloh taologa erishishdir debdilar.
va Qur'oni Karimning Haj 37-oyatini dalil qilib, astag'firu billah, la yanalalloha luhumahuma la yanalalloha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Alloh taologa sizlar qurbonlik qilgan qurbonlikning go'shtlari ham, qonlari ham yetib bormaydi. Alloh taologa sizlardan taqvo yetib boradi deb dalil keltiriblar. Bu yerda shu yanaluhu taqvodan taqvo bu Alloh taologa erishishlikdir, yetib borishlikdir debdilar. Yana pastida at-taqwa ma yahjuzul mu'min minal ma'asi. Taqvo bu mo'min kishini gunohlardan to'sib turadigan, saqlab turadigan narsadir debdilar. Bu haqida Hasan ibn Ali rahmatullohi alayhining oldiga kelib, "Mat-taqwa, taqvo nima?" deb so'rashsa, u kishim waqfuhu anil harom, insonning haromdan tiyilishidir, to'xtashidir debdilar. "Wa mal wara', unda parhezkorlik nima?" deb so'rashsa, "Waqfuhu anish shubhati", insonning shubhadan tiyilishidir, to'xtashidir debdilar. Va yana aytiblarki, "At-taqwa ma hajazaka anil ma'asi", taqvo bu seni gunohdan to'sib turadigan, ma'siyatlardan to'sib turadigan narsadir debdi. Shunda u kishidan yana ba'zi insonlar mat-taqva, taqvo nima deb so'rashsa, boshqa bir o'rinda raqibul mavla fi qulubi awliyaihi, Alloh taoloning, Mavlo zotning avliyolarining, ya'ni valilarining qalbidagi kuzatib turishi, nazoratidir deb javob bergan ekanlar. Xo'p, ihfazillah yahfazka, bu hadisga yana bir anaqada, boshqa bir matnda tajidhu amamak emas, tajidhu tajahak deb kelgan, tujahak deb kelgan joyi ham bor ekan. Wa'lam, bilginki, ya bunayya, ey bolaginam, anna Yunus alayhi salam lamma kanat zakhiratuhu khayran naja biha min ash-shiddah. Bilginki, ey bolaginam, Yunus alayhissalomning zaxirasi yaxshi ishlardan bo'lganligi sababli ham shiddat paytida o'sha biha zaxirasi sababli najot topdi. Alloh taolo bu haqida Soffat surasining 143 va 144 oyatlarida, ya'ni 23 boraga to'g'ri keladi, shunday marhamat qiladi. Astag'firu billah. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Agar u kishim, ya'ni Yunus alayhissalom ko'p tasbih aytuvchilardan bo'lmaganda edi, lalabitha fi batnihi, o'sha baliqning, kitning qornida, ila yawmi yub'athun, qayta tiriladigan kungacha qolib ketgan bo'lardi. Ana demak, bu yerda Yunus alayhissalomning o'sha qorinda tasbih aytganliklari, yaxshi zaxira yig'ganliklari sababli ham shiddat paytida Alloh taolo u zotga najot bergan. Va amma Fir'avnga kelsak, falamma lam takun lahu zakhiratu khayrin, u kishining, u Fir'avnning zaxirasi, Alloh uni la'natlasin, u Fir'avnning zaxirasi yaxshilik bo'lmaganligi sababli lam yajid fi shiddatihi makhlasan, shiddati paytida, shiddatli vaziyatga tushib qolgan paytida makhlasan, xalos bo'ladigan joy topolmadi. Faqila lahu, shunda unga aytildiki, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Endimi oldin bungacha, ya'ni bundan oldin va qad asayta, osiylik qilgan eding va fasod qiluvchilardan bo'lgan eding deb keladi oyat davomida. Shunday nido qilindi. Yunus surasi 91-oyat. Faja'alaka zakhaira khayrin min taqwa tajid ta'siraha. Ani endi, ey bolaginam, sen o'zingga taqvodan bo'lgan yaxshi bir zaxira qilib olgin. Shunda uning samarasini, ta'sir, natijasini, ta'sirini
topasan. وقد جاء في الحديث hadisda kelganki ما من شاب اتق الله في شبابه إلا رفعه الله في كبره. demak ما من شاب اتق الله في شبابه, yosh yigitki Alloh taologa yoshlik paytida taqvo qilsa, Alloh taolo uni katta bo'lganda rafa'ahulloh, darajasini ko'tarib qo'yadi, ulug'lab qo'yadi debdilar. Va qala Alloh taolo, Alloh taolo Yusuf surasi 22-oyatida walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma va kazalika najzil muhsinin deb marhamat qilgan. Ya'ni Yusuf alayhisalom haqida, qachonki biz Yusuf alayhisalom voyaga yetgan paytida ashuddahu, ya'ni balog'atga yetgan paytida unga hukm va ilmni berib qo'ydik. Biz go'zal ish qiluvchilarni, yaxshi ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz deb marhamat qilgan. Va yana oyat karimada va innahu man yattaqi va yasbir fa innalloha la yudi'u ajral muhsinin. Ana endi Alloh taolo kimki Alloh taologa taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh taolo go'zal ish qiluvchilarning ajrlarini zoya qilmaydi deb marhamat qilgan. Ya'ni albatta taqvo va amali solih, yaxshi zaxira, sabrning inson natijasini albatta topadi. Wa'lam anna awfal zakhair غض الطرف عن المحرم وإمساك اللسان عن فضول كلمة ومراعاة الحد وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. Mashallah. Demak, bilginki zaxiralarning eng ishonchlisi, eng yaxshisi g'addu tarfi anil muharram. Demak, tarfi ham bo'lishi mumkin. Demak, nazarni harom qilingan narsalardan tiyishlikdir. Nazarni haromdan quyi solishlikdir. Va imsakul lisan an fuduli kalimatin. Va ko'p gapirishlikdan tilni tiyishlikdir. Va muroatul hadlarning rioyasini qilishlikdir. Hadlardan murod Alloh taolo belgilab bergan hududlar, chegaralar, ularning rioyasini qilishlikdir. Va isarullohi subhanahu va taala ala hawa nafs. Nafsning xohishlaridan ko'ra Alloh subhanahu va taoloni afzal ko'rish, ustun ko'rishlikdir debdilar. Va qad arafta hadith ath-thalathati allazina dakhalu ila gharin. Ana endi siz bilasiz-ku g'orga kirgan 3 kishini haqidagi hadis. Bu juda mashhur hadis, hurmatli talab ilmlar. Demak, shu 3 kishi safarga chiqib g'orga borganda, g'orning og'zi yopilib qolganligi, so'ngra ular Alloh taologa munojat qilib qanday xalos bo'lganliklari haqidagi hadisni zikr qilmoqdalar. Muallif rahmahulloh. Demak, siz mana shu hadisni bilasiz. Fantabaqat alayhim sakhratun. Ularning ustiga bir harsang tosh yopilib qolgan edi. Faqala ahaduhum. Shunda ularning biri aytdiki: Allohumma innahu kana li abawan va awladu. Allohim, mening ota-onam va bolalarim bor edi. Fakuntu aqifu bil halibi ala abawayya asqiyahuma qabla awladi. Men esa bolalarimdan oldin ota-onamga ichiray deb sutni ularning boshida ushlab turgan edim. Fa in kunta fa'altu zalika li ajlika fafruj anna. Agar mana shu ishni sening roziligiing uchun, seni uchun qilgan bo'lsam, ya Robbi, fafruj anna, bizdan uni ko'targin, bizdan uni ochgin, bu baloni bizdan ko'targin deb duo qildilar. Fanfaraja sulusu sakhratin. Shunda harsang toshning 3/1 ko'tarildi. Ana endi bu yerda voqeani qisqa qilib keltirmoqdalar. Boshqa bir kitoblarda bu hadisning yana ham to'liqroq shaklini topsak bo'ladi. Va qolal akhar, yana boshqasi, ya'ni ikkinchi kishi aytibdiki: Allohumma inni istajartu ajiran. Robbim, men bir ishchini ishga yollagan edim, ishlatgan edim. Fatasakhata ajrahu. U esa ajrini olmasdan, haqqini olmasdan ketib qolgan edi. Fattajartu bihi.
keyin men o'sha ishchining ajrini, ya'ni xizmat haqqini ittajartu tijoratga tikdim. Fajaa yawman, bir kuni u keldi degin, faqola ala taxofulloha va tu'tini ujrati, Allohdan qo'rqmaysanmi? Mening haqqimni bergin dedi. Shunda men unga qarab faqultu intaliq ila tilkal baqari va ru'atiha fakhuzha. Men anavi turgan sigirlarning oldiga bor, sigirlarning va cho'ponining oldiga borgin va ularni olgin dedim. Fa in kuntu fa'altu zalika li ajlika fafruj anna. Agar shu ishni sening uchun, sening roziliking uchun qilgan bo'lsam, bizdan bu baloni ko'targin deb duo qildi. Fanfaroja surusa sahrati. Shunda xarsang toshning 3dan 2 qismi ham ko'tarildi. Ya'ni surildi. Faqala al-akhar, shunda oxirgisi, ya'ni boshqasi aytdiki, Allohumma inni allaqtu binta ammin li. Demak, Robbim mening bir amakimning qizini yaxshi ko'rib qolgan edim. Falamma danawtu minha, qachonki unga yaqinlashgan paytimda qolat, u aytdiki, ittaqillaha va la tafuddal khatama aw al khatima illa bihaqqihi. U qiz aytibdiki, Allohdan qo'rqin, muhrni haqqi bilan qo'lga kiritgan. Ya'ni muhrni illo haqqini to'lab, haqqi bilan qo'lga kiritgan dedi. Faqumtu anha, shu gapidan qo'rqib men endi undan uzoqlashdim. Fa in kuntu fa'altu zalika li ajlika fafruj anna. Agar shu ishni sening uchun qilgan bo'lsam, bizdan uni ko'targan dedi. Farufi'ati sakhratu va kharaju. Shunda xarsang tosh ko'tarildi, to'liqligicha ochildi va ular chiqishdi. Va ru'ya, ru'ya deb o'qib qo'ymaymiz, shu yerda ro'aning majhuli, ru'ya. Ru'ya Sufyan as-Savri rahmatullohi alayhi fil manam. Sufyan Savri rahmatullohi alayhi tushda ko'rindi. Ya'ni bir kishining tushiga kirganlar. Faqila lahu, shunda tush sohibi unga qarab, ma fa'alahu Allahu bik, Alloh taolo sizga qanday muomala qildi deb so'raganlarida Sufyan Savri rahmatullohi alayhi shunday deb javob beribdilar. Ma kana illa an wudi'tu fil lahadi fa idha ana bayna yaday robbil alamin. Men wudi'tu fil lahdi, ya'ni men qabrga qo'yilgan zahotimoq fa idha ana bayna yaday robbil alamin, robbil alaminning huzurida paydo bo'ldim. Bu yerdagi fa idha faul istinafiya bilan idha ul fujaiyya deyiladi. Ya'ni shu zahotiyoq shunaqa bo'ldi degan ma'no uchun ishlatiladi. Demak, lahadga qo'yilgan onimoq men olamlar Robbisi huzurida paydo bo'ldim. Fadakhaltu fa idha ana biqa'ili yaqul. Men keyin kirdim, ya'ni olamlar Robbisi huzuriga kirdim. Fa idha, shunda ana biqa'ili yaqul, menga bir kishi nido qildi. Sufyan, ey sen Sufyonmisan deb. Faqultu Sufyanu, ha Sufyonman dedim. Faqala, va aytdiki, tazkuru yawman asarutallaha ala havak. Alloh taoloni nafsingning xohishidan ko'ra ustun qo'ygan kuningni eslaysanmi deganida faqultu na'am, ha eslayman dedilar. Fa akhazatni sawani nisar min al jannah. Ana shunda harf latifa meni sawani nisar degani bu umuman anaqa bir ibora, ne'matlar, noz ne'matlar degan ma'noda ishlatiladi. Demak, jannatdan bo'lgan ne'matlar meni fa akhazatni o'rab oldi, qurshab oldi debdilar. Allohu alam bis-savob.